Qashqadaryoda 52 yoshli erkak 8 nafar qizni asrab olib, ularning orasidagi 13 yoshli qizni zo'rlab homilador qilib qo'ysa. Xorazmda voyaga yetmagan qizlarni amaldorlar 10 oy davomida nomusiga tegib kelsa. Xorazm voqeasini hazm qilib ulgurmay, yana Xorazmda Yangi Ariq tumanida 11 nafar erkak voyaga yetmagan 16 yoshli qizni zo'rlasa. Xon davlat pedagogika institutida qizlarning yotoqxonasiga yashirin kamera o'rnatilsa. Bir ayol Turkiyaga ishlash maqsadida borib, bo'laklarga bo'linib, xo'rlanib o'ldirilsa. Pul topish maqsadida erkaklarimizning ko'pchiligi Rossiyaga yo'l oladi-yu, arzimas xatolar deb 15 yilga qamalib ketsa, Ukrainaga urushga ketish taklifi bilan qamoqdan ozod qilinsa-yu, urushda vafot etib tobuta qaytib kelsa. Asli kim bo'lishimizga 80% sababchi bo'ladigan ustozlar tarbiya berishni yor vorishsa, biz xalqni dardi bilan yashagan ziyolilarimizni, jadidlarimizni o'ldirdik. Ularni qatag'on qildik va natijada mardikor va fohisha yetkazib beradigan davlat